Hürmetli vatandaşım, leksiyalarımızı devamlaştırıyoruz. Amerika Devlet Meclisi'nin azası bu qatam Reis Xi Jinping'e qattiq meydan qo'llanish to'g'risida Prezident Obamaga yetakchilik qildi mavzuli xabar 9-ayning 25-kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Washington Jungo'nun Reis Xi Jinping 9-ayning 24-kuni tushdan keyin Washingtonga yetib keldi. O'xshash bir vaqtda Amerika Davlat Majlisi Kengash palatasining bir nafar a'zosi Prezident Obama Reis Xi Jinping bilan ko'rishganda rahbarlik kuchini oshkorlash hamda Reis Xi Jinpingga kuchli bir uchur. Ya'ni Jungo Janubiy dengizda to'rbetlar nima qilyapti? To'rbetlar bexatarligi masalasi. Jungo Janubiy dengizi nima qilyapti? To'rbetlar bexatarligi masalasi. Hamda kishilik huquq masalalarida qilayotgan qiliqlarining, Jungoning qilayotgan qiliqlarining dunyoga rahbarlik qilayotgan davlat deb qaralayotgan bir davlatning salohiyatiga mos kelmaydiganligidan iborat bir uchurni yetkazib qo'yishga Prezident Obamaga yetakchilik qildi. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi Kengash palatasi, Tashqi munosabatlar komiteti, Sharqi Osiyo Tinch okean xalqaro to'rbetlar siyosiy guruhining a'zosi va shu guruhning raisi Cory Gardner apandi yuqorqidek Jungoga qattiq meydan qo'llanish to'g'risida Prezident Obamaga yetakchilik qilib, Prezident Obamaning Reis Xi Jinpingga Amerikaning yaqindan beri Jungoning diplomatik faoliyatlariga va ichki vaziyatining yuzlanishga diqqat qilayotganligini aytib qo'yishni topiladi.